Dada, bacha UFC'da chempion bo'lib keldi. Kamera olib keldim sizga. Undan keyin bachasi. Chempion o'g'lim. Arslon o'g'lim meni. Rekording nechi bo'ldi? 22-0 dada. UFC'da Habibdan ham o'tib ketasan. Tushundingmi bacham? Kim bilan urushding? Usmon Dembele bilan. Futbolchi-ku. Futbolchi emas, UFC'da ham bor Usmon Dembele. Ha, UFC'da ham bor. Nima bu ota-bacha bir quchoqlab doda aytib o'tgan. Bizi bacha mana UFC'da chempion bo'lib kelgan. Rekord 22-0. Qanday yo'l bo'ladi? Qanday? U yer ichida bizni bachani urani rekordga qo'shilmaymi? 22-1. Bu televideniyaga ketmagan u. Shuning uchun hisob olinmaydi. Xolasang 22-2 qilib beraman hozir. O'sha qo'yasan bachang. Urishasanmi endi? Yorvataram. Bacham urishasanmi? Yo'q. Nimaga o'tgan safar urdingki bu safar ham urasan? Bacham endi buni o'tgan safargidek aya o'tirma. Ur tamom. Ur, ko'zi chiqib ketsin. Bo'ldi. Asal bacham o'tgan safar ham urding. Xuddi shunday qay bacham. Qay bacham. Bizi bachang kuchugi bachasi urib o'tiribdi-ku. Men nima dedim sizga? Men nima dedim? Yomon bizni bacha. Bir kilometr tugatdi o'zi. O'tgan safar yaxshi urishding-ku. Nima bu safar ura olmayapsan? Dadam menga nimadir yetishmayapti. Nima yetishmayapti? O'tgan safar yig'lagandim, o'sha uchun yaxshi urishdim. Hozir yig'lamayapman, urish olmayapman. Ha, yig'lasang yaxshi urishasan. Urish. Urish. Vur. Ayoldi bizni bacha. Bacham 3-raundga qaraymiz, tushundingmi? Bitta uda knockout qilib o'tgan safar sen nima qilganingni esingda? Davay, kechirma. Beraka. Bachang boshga silan to'g'ri qildi. 22-2 rekord. Aytdim-ku Usmon Dembele futbolchi deb.